Tajribali vrach-stomatologlarni qanday tanlash mumkin? Assalomu alaykum. Mani ismim Zokir. 25 yillik tajribaga ega bo'lgan vrachman. Shundan 9 yili Moskvada o'zim emgem suvni bitkizib, Moskva shahrida 7 yil ikkita klinikani boshqarganman. Hozirgi kecha kunduzda Toshkent shahrida ikkita klinikani rahbari bo'lib lavozimida ishlab kelaman. Xo'p, tajribali vrachlarni biz qanaqa tanlaymiz? Bor shunaqa vrachlar, siz kelganingizdan keyin srazi tishingizni chaqlab, srazi ular koronkaga qolib olib, 3 kundan keyin koronkani yasab beradi. Bu yerda hech qanaqa plan lecheni, kontentlar, sizni individualniy yondashish, sizga individualniy yondashishlar bo'lmaydi. Xo'p, tajribali vrach-stomatologlarni nimasiga qarab yoki qayerdan tanlasak bo'ladi? Avvalambor tajribali vrach-stomatologlar ular izlanuvchan, o'zini ustida ishlaydigan, juda ham ko'p seminarlarga, chet ellarga chiqadigan, выставкаlarda ishtirok qiladigan vrachlar hisoblanadi. Yangi texnologiyalarda, yangi zamonaviy chiqayotgan muolajalarda ishlashga harakat qiladi. Topgan pulini 40 yoki 50% shu narsalarga ishlatib, o'zini ustida doimiy o'zini ustida ishlaydigan vrachlar hisoblanadi. Shunaqa vrachlar borki, institutda o'qitilgan bazasi bilan 30 yil shu tajribaga ega bo'ladi. Ya'ni o'zini ustida ishlamaydi, shu institut bazasidagi berilgan ma'lumotlar bo'yicha ish faoliyatini olib boradi. Bundan kelib chiqqan holda zamonga qarab turib, ya'ni talablarga qarab turib ish faoliyati yurmaydi. Va ular o'ylaydiki, menga shu narsa o'rgatilgan va shu narsa to'g'ri deb o'ylaydi. Qachonki u tashqaridagi bo'layotgan narsalarga e'tibor bilan qarasa, har yili chiqayotgan yangiliklarni ustida olib, o'zi shu narsani ishlatib ko'rsa, mana shunda talabga mos ravishda o'zi ishlashini ta'minlaydi. Xo'p, endi bilimi bo'yicha tushundik. Lekin oddiy bemor vrachlarni qayerdan farqlay oladi? Eng asosiysi va eng muhimi bu konsultatsiya. Konsultatsiya jarayonida bor shunaqa holatlar 3-5 minut vaqt o'tadi, bor shunaqa vrachlar 40 minut yoki 1 soat vaqt oladi. Bunda biz ko'ramizki, konsultatsiya menga o'zi juda ham ko'p murojaat qiladigan bemorlardan bilamanki, konsultatsiya juda sodda, sayoz, qancha kishini muammosi bor va nechta shu muammosiga nechta plomba yoki nechta koronka ketadi va uni pulini hisoblab beradi. Bo'ldi, shu bilan konsultatsiya tugaydi. Bor shunaqa konsultatsiyalar kelganingizdan keyin kelingan muammodan tashqari umumiy muammosi o'rganiladi. Ya'ni bu o'zini сопутствующий kasalligi, nimaga ko'p karies bo'lyapti, nimaga tishlar yo'qotilgan, qaysi holatda yo'qotilgan va yo'qotilgan tishlar holati nima bilan to'ldirilgan yoki nimaga murojaat qilmagan. Bundan keyin fotoprotokol qilinadi, ya'ni rasmga olib, og'iz ichi, og'iz tashqari, kulgi holati, yuz qismini holatini rasmlari bilan bizni bemorlarga ko'rsatib va buni parametri bo'yicha o'lchanadi. Bundan kelib chiqib konstruksiyalar tanlanadi va har xil variantlar aytiladi. Bitta dona koronka bilan yoki bo'lmasa bitta dona konstruksiya bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Chunki bemorlar har xil holatda va har xil sotsial holatga ega bo'ladi. Ya'ni ularni finansiy holati yetadi yoki yetmaydi. Shundan kelib chiqqan holatda biz bir nechta variantlar berishimiz kerak. Bemor o'zi tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Va har bir variant o'zini plus va minuslarga ega bo'ladi. Bundan tashqari og'iz bo'shlig'i skanировать qilinadi. Unda biza sustavi holati, mishsalarning holati, tishlarning prikusini holati, bemor даже qaysi tomonda ko'proq chaynashini ham biz o'rganib chiqamiz. Nimaga bizga fotoprotokol yoki bo'lmasam skanирование kerak bo'ladi? Yoki bo'lmasam bemorga bu nima beradi? U bemor hali bu narsalardan ma'lumot olmagan bo'lsa va bemor oldindan bilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bitta yoki 3 ta tishini to'g'irlatib, qanaqa liniya ulubkaga yoki bo'lmasam kulgi tabassumga ega bo'ladi. Ikkinchi varianti, agar biz prikusni ko'tarsak, jag' tishlarni восстановить qilsak, undan keyin bu tishlarni o'sha restavratsiya holatiga olib kelganimizda qanaqa holatga ega bo'ladi? Skanировать qilinganning hisobiga bizada
maxsus programma bor. Bu programmada biza уже bemorga ko'rsata olamiz tishlarni qanchalik tekisligida va uni formasi, rangi uni yuziga to'g'ri kelish kelmasligini bemorga bemalol ko'rsata olamiz. Mana shularni hammasini jamg'argan holatda keyin uni vaqti, ya'ni qancha vrachga murojaat qiladi, qancha priyom bo'ladi va bu davomiyligi qancha bo'ladi. Bundan kelib chiqqan holatda uni summasi ham kelib chiqadi. Konsultatsiya 3 minut yoki 5 minut bo'ladigan jarayonda bo'lsa, faqatgina lokalniy o'sha sohani o'zi o'rganib chiqiladi va bemori qancha miqdorda puli bor, shunga qarab biz sizga tish yasab beramiz deb tish srazu o'sha kunni o'zi chaqlanadi. Vaqtinchalik koronka qo'yib berilmaydi. Bemor klinikadan maska tutgan holatda chiqib ketadi yoki bo'lmasam shu 3 kun yoki 5 kun ichida ishga bormasligiga to'g'ri keladi. Bu achinarli holat. Hozirgi zamon talabiga bu narsalar mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bunda vaqtinchalik koronka nafaqat uni estetikasiga vaqtinchalik javob beradi. Bu chaqlangan tishlarni atrofida ovqat yegandan keyin ovqatlarni turib qolishi, milklarni shamollash priznaklarini bo'lishi, milklarni qonashi va o'tda infeksion achak bir sutkani o'zida hosil bo'lgandan keyin tayyor bo'lgan koronkani taqvorishadi. Bemor 3 kun chaqlangan tishda yurgandan keyin tayyor koronkani primerka vaqtida ham bemor o'zi mayli taqvoravering, men уже charchab ketdim, shu holat bo'laveradi deb taqtirib ketadi. Hozirgi zamon talabida bo'lsa, bemor bemalol o'sha kunni o'zida vaqtinchalik koronka taqib ketadi. Vaqtinchalik koronkani o'zi to'g'rilangan, formalari ham o'zini yuziga to'g'ri keladigan, tish prikusiga to'g'ri keladigan holatda plastmassada bu vaqtinchalik koronkasini uydilari bilan ham ko'rib chiqishi mumkin. Buni biza chernavik hisobida ko'ramiz. Ularni o'zi ham keyin kelib bemalol bizaga bo'lmoqchi bo'lgan konstruksiyani qaysi joyini o'zgartirish mumkin, qaysi joyi ularga yoqmadi. Shu narsa to'g'risida ham 2 yoki 3 vizit kuni bemorlar bilan bemalol biza muloqot qilamiz. Va постоянный koronka taqilayotganda ular уже biladi. Chunki uni og'zida vaqtinchalik koronka turgan edi va ular biladi qanaqa sifatda ular va qanaqa formada постоянный koronka ularga taqiladi. Shundan kelib chiqqan holatda meni sizlarga maslahatim shuki, bitta emas, ikkita emas, kerak bo'lsa 4 ta klinikaga oldindan vaqt ajratib, shu 4 ta klinikani holati, ularni vrachlarni konsultatsiyasida borib eshitib va 4 ta vrachchi xulosasidan keyin siz o'zingiz shu vrachga boraman, mana shu vrach menga to'g'ri keladi, tajribasi ham va menga bergan maslahatlari ham shu holatda men xoliyman degandan keyin sizlar shu vrachni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Klinikaga kelgan bemor birinchi bo'lib konsultatsiya holatida biza ularni shikoyatini o'rganib chiqamiz. Qachon bo'lgan, qayerdan boshlangan, nima ularni bezovta qilyapti. Bularni hammasini o'rganib chiqqan holatda ularga individualniy konsepsiya tuziladi, ya'ni plan lecheniya tuzamiz. Bu plan lecheniya bitta bo'lmaydi, boyaga aytganimdek bir nechta yoki 2 ta yoki 3 ta plan lecheniya tuzamiz. Bu plan lecheniyada ularni vaqti, qaysi tishlarni lecheniya qilamiz, qaysi tishlariga koronka qilamiz yoki implantatsiya xizmatlarini hammasini turlarini, narxlarini aytib o'tamiz. Bundan keyin biza fotoprotokol qilamiz va skanировать qilamiz. Bu holatda ular katta ekranda o'zligicha ko'rishadi va bundan exakat formatida biza ularga bo'lajak o'zini tishini ko'rsatib beramiz. Bu hammasiga qoniqqandan keyin bemorlarimizga birinchi priyomni zapis qilamiz. Birinchi priyomdagi zapisdan keyin ular aniq biladi, nech pul qiymatdagi ish qilinadi, qanaqa konstruksiya qilinadi, ya'ni u vener bo'ladimi, sirkoniy koronka bo'ladimi, implantatsiya xizmati bo'ladimi, yo polimerlardan restavratsiya qilinadimi, bu xizmatlar hammasini biza plan lecheniya daftarchasiga yozib beramiz va bu daftarcha bemalol biza bemorlarimizga taqdim qilamiz. Ish mobaynida yana отдельно bizaga отдельно kunida tishni rangi holati va tishni shakli holatida bu alohida kunida biz bemorlar bilan yana bir suhbat o'tkazamiz.
ishi yakunida bemorlar oldindan bilgan konstruksiyani, oldindan bilgan tishni holatiga ega bo'ladi va undan ham yuqori estetik holatdagi tishlarni tayyor bo'lgandan keyin biza yana fotoprotokol qilib, ularni o'zisini WhatsApp yoki Telegram'iga do va после holatida har bir bemorga biza tashlab beramiz. Buni orasida bizada yana rentgen holatlari bo'ladi. Panoramniy rentgen, 3D rentgen, bunda ham do va после holatlari bo'ladi. Agarda sizga tajribali va yuqori malakali vrachlar komandasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizani Smile Design komandamizga murojaat qilishingiz mumkin. Videoni pastida biza o'zimizning kontaktlarimizni yozib qoldiramiz.